arzonlab ketdi-ku mashina bozor. Kecha qimmat edi, bugun bo'ldi xo'p. $200 oy oy beraman. 24 oyda qancha to'layman? Qo'shida 50 million kelishuv zo'r edi. Orzularim katta, niyatim to'g'ri edi. Hisoblasam $5000 ham oshar. Bozorga qarasam yuragimni ezar. Naqayot sinoving ko'p ekan. Bir qarasang foyda, bir qarasang ziyon ekan. Mehnat qilib olganing qadrsiz bo'lsa ham bo'sh egma yuraver, yo'ling uzun hali ukam. Hayot sinoving ko'p ekan. Bir qarasang foyda, bir qarasang ziyon ekan. Mehnat qilib olganing qadrsiz bo'lsa ham bo'sh egma yuraver, yo'ling uzun hali ukam. G'o'day mashinalari ko'chani to'ldirdi. Eski narxlarni asta sekin sindirdi. Kecha 5000 bo'lgan, bugun 3000 bo'ldi. Bozor degan narsa yana o'zgarib qoldi. To'lov qog'ozlari qo'limda turadi. Har oy kelgan sana yurakni uradi. Lekin taslim bo'lmayman, niyat katta hali. Bugungi zarar ertaga bo'lar foydali.